Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz vohadoshlar. Surxondaryo telekanali dasturlarini kun mavzusi ko'rsatuv bilan davom ettiramiz. 2019-yilning 30-sentyabrida Vazirlar Mahkamasining umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'rnak ko'rsatgan xodimlarni moddiy rag'batlantirish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali mazkur qarorning mazmun mohiyati, qabul qilinish ahamiyati xususidagi, shuningdek, bugungi kundagi dolzarbligi xususidagi ma'lumotlarni siz aziz teletomoshabinlarga yetkazishni maqsad qilganmiz. Ayni mavzuda suhbatlashishimiz studiyamizga viloyat adliya boshqarmasining mas'ul xodimlarini taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Anvar Abdurashidovich, dastlab suhbatimizni siz bilan boshlasak, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentyabrdagi 823-sonli qarorining mazmun mohiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentyabrdagi 823-sonli qarorining qabul qilinishidan ko'zlangan asosiy maqsad hozirgi kunda, misol uchun, o'qituvchi va pedagoglar, ya'ni umumiy ta'lim muassasalarida pedagog xodimlar, kutubxonachi hamda umumiy ta'lim muassasalari xodimlarini moddiy rag'batlantirish, ustama belgilash hamda moddiy yordam berishni tartibga soladi. Ushbu nizomning qaroriga asosan umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'rnak ko'rsatgan xodimlarining rag'batlantirishning direktor jamg'armasini tashkil etish va uning mablag'larini faoliyatini tartibga solish to'g'risida nizom qabul qilingan. Nizomga asosan umumiy ta'lim muassasalarida aytib o'tganimizdek, o'sha direktor jamg'armasini tashkil etish, direktor jamg'armasiga asosan shu o'qituvchi pedagog xodimlarga belgilangan ustamalar belgilash tartibi nazarda tutib o'tilgan. Ushbu nizomda jamg'arma tashkil etishning maqsad vazifalar belgilangan. O'sha jamg'arma nima maqsadda tashkil etiladi va qanday vazifani bajaradi? Birinchi navbatda jamg'arma avvalambor o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek, o'qituvchi, pedagog xodimlarni, o'sha kutubxonachi xodimlarni ustama, moddiy rag'bat, moddiy yordam berish tartibi ko'zda tutilgan. Birinchi navbatda maktab qoshida ishchi guruh tashkil etiladi. Ishchi guruh har yili yangilanib boradi. Ishchi guruhni jalb etishda o'sha ota-onalarning ishtiroki ko'zda tutilgan. Kamida 7 kishidan iborat ishchi guruh tashkil etiladi o'sha nizomga asosan. Ishchi guruh yil davomida o'qituvchilarni oylik ish haqqiga ustama belgilash, moddiy yordam hamda moddiy rag'batlantirish tartibi belgilab boradi. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Muzaffar To'rayevich, suhbatimizni siz bilan davom ettirsak, mazkur nizomda belgilangan asosiy tartiblar nimalardan iborat? Shular haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentyabrdagi qabul qilingan 823-sonli qarori bilan, demak, ta'lim muassasalarida o'rnak ko'rsatgan xodimlarga ustamalar belgilash tartibi belgilab o'tilgan. Demak, direktor jamg'armasidagi pul qayerdan kelayotgani haqida bir to'xtalib o'tsak. Har bir tashkilotdan, har bir davlat organida ishlayotgan xodimlarda daromad solig'i olinadi. Umumiy o'sha maktabdagi o'qituvchilarning daromad solig'i davlat olmaydida, o'shani alohida qilib o'sha direktorning jamg'armasiga tashlab beriladi. Direktor jamg'armasida bo'ladi. O'qituvchilardan olingan soliq o'zlariga, shu o'rnak ko'rsatayotgan o'qituvchilarga qo'shimcha ustama qilib berilishi uchun alohida tartibda o'zlariga jamg'armasiga tashlab beriladi. Tartibi shundan iborat: ustamalarni berishda yil davomida kamida 7 kishidan iborat ishchi guruh tashkil qilinadi. Ishchi guruhning rahbari bu maktab direktori hisoblanadi. Kotibi esa shu o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosari hisoblanadi. Bundan tashqari ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari, bundan tashqari ota-onalardan ham kamida bitta vakil bo'lish kerak ishchi guruhda. O'sha aynan o'sha direktor jamg'armasidagi pulni teng va to'g'ri, adolatli o'qituvchilarga berish uchun ota-onalardan ham vakil qatnashishi kerak. Ota-onalarning vakili yilda bir marotaba o'zgarish kerak. Boshqa ota-ona bo'lish kerak. Maqsad o'qituvchilarni o'quv yili davomida yaxshi o'qigan o'quvchilar bilan ishlaganligi uchun, past o'zlashtirgan o'quvchilar bilan ishlaganligi uchun, bundan tashqari ochiq darslar qilganligi uchun, bundan tashqari darsini ommalashtirganligi uchun hammasi o'sha mezonlar sifatida baholanadi-da, ball sifatida baholanib, o'sha necha ball olgan bo'lsa, o'sha balliga, o'sha nizomda ko'rsatilgan ballga asosan, demak, ustamalar belgilanadi. O'sha ustamalarni belgilash tartibi esa yilda bir marotaba, demak, har yili 1-iyulga qadar bo'lgan davr mobaynida o'sha o'tgan o'quv yil davomida o'qituvchi to'plagan balli, o'rnak ko'rsatish uchun harakat qilgan harakati uchun qilgan mezonlarini to'plab ishchi guruhga taqdim qiladi. Ishchi guruh tomonidan ko'rib chiqib, unga shu adolatli tartibda ball qo'yilgandan keyin ustamani miqdori kelib chiqadi. Shu tartibda o'qituvchilarga ustama belgilanadi. Rahmat. Anvar Abdurashidovich, endi suhbatimizni siz bilan davom ettirib, ustama belgilashda baholash mezonlari haqida suhbatlashsak. Baholash mezonlari qay tartibda amalga oshiriladi? Misol uchun, o'quv yili 2025-yil sentyabr oyidan 2026-yilning hozirgi vaqt, ya'ni 25-may davomiga qadar davom etsa, o'sha jarayonda bo'lgan holat bo'yicha o'qituvchi, kutubxonachi, psixolog xodimlarning ish faoliyatidan kelib chiqib, baholash mezonlari
tartibga solinadi. Misol uchun pedagoglarni oladigan bo'lsak, birinchi navbatda pedagoglarga 65 balldan 70 ballgacha to'plasa 10% ustama belgilangan. O'sha 65-70 ball qo'yishda baholash mezonlari bor. O'qituvchining toifa olganligi, o'zining malakasini oshirganligi, o'quvchini tuman bosqichi, viloyat bosqichi, respublika bosqichlarida ko'rik fan tanlovlarida ishtirok etib g'olib bo'lganligi, mehnat intizomi, ijro intizomi, o'quvchilar faoliyatini kunlik baholash mezonlari hammasi baholanib, o'sha ball sifatida ketadi. 65 balldan 70 ballgacha 10% ustama belgilansa, 71 balldan 75 ballgacha 15% ustama belgilanadi. 76 balldan 80 ballgacha 20% ustama, 81 dan 85 gacha 25%, 86 dan 90 ballgacha 35%, 90 balldan 100 ballgacha bo'lsa 40% dan oshmagan miqdorda pedagoglar faoliyati uchun ustama belgilanadi. Ustama belgilash o'zining olayotgan oyligiga nisbatan, misol uchun o'qituvchining ta'rif stavkasining 40% gacha bo'lgan miqdorda maksimal yuqoridagi 40% gacha bo'lgan miqdorda o'sha ko'rsatilgan ballar mezonlari asosida ustama belgilanadi. Yana bitta narsaga to'xtalib o'tib ketishimiz kerak. Psixologlarning belgilash tartibi bor. Psixologlarga misol uchun xodimlarning faoliyat baholash mezonlari asosida o'quvchi bilan ishlaganlik holati, nechta o'quvchi bilan psixolog suhbatlar o'tkazgan, jarayonlar o'tkazgan, ochiq darslari o'shalarni hisobga olib, mezonlar asosida bevosita bularni moddiy yordam ajratish nimasiga alohida to'xtalib ketadigan bo'lsak, ushbu nizom 33 bandida aniq ko'rsatilgan. Ya'ni o'qituvchi, psixolog, kutubxonachi, shu pedagog xodimlar moddiy yordam olish tartibi nazarda tutilgan. Ya'ni qanday holatlarda? Birinchisi, xodim og'ir kasallikka chalinganda o'zi, turmush o'rtog'i, farzandi, ota-onasi tabiiy ofatdan zarar ko'rganda hamda vafot etganda moddiy yordam ajratish ko'zda tutilgan. Endi moddiy yordam ajratish tartibi qanday bo'ladi degan savolni tug'iladigan bo'lsa, o'sha moddiy yordam ajratish tartibi bevosita ishchi guruhga borib taqaladi. Ya'ni o'sha ishchi guruhning qaroriga asosan moddiy yordam ajratiladi. Amaliyotda duch kelayotgan muammolar, misol uchun direktor o'zining jamg'armasi hisobidan o'ziga o'zi moddiy yordam ajratadimi, yo'qmi degan savol tug'iladi. Ishchi guruhda qaysidir a'zosiga moddiy yordam ajratish ko'zda tutilayotgan bo'lsa, o'sha ishchi guruhda a'zosi ishtirok etmaydi. O'sha ishchi guruhda yig'ilishida. Ishchi guruhning qaroriga asosan direktorning buyrug'i chiqadi. O'ziga ham moddiy yordam lozim topilgan bo'lsa, uchun moddiy yordam har qanday vaqtda ajratiladimi degan savol tug'iladi. Ushbu nizomning 13-bandida ko'rsatib ketilgan direktor jamg'armasida ko'zda tutilgan mablag'lardan kelib chiqib moddiy yordam ajratiladi. Misol uchun moddiy yordam miqdori 1 yilda o'qituvchining ta'rif stavkasining 2 baravaridan miqdoridan oshib ketmasligi kerak. Buyruq loyihasida kiritilgan bo'lishi mumkin. Misol uchun 2 baravar miqdorida berilsin degan. Lekin agar direktor jamg'armasi hisobida yordam 2 lavozim maosh miqdorida buyruq rasmiylashtirishga erji hisobida o'sha pul mablag'lar mavjud bo'lmasa, u keyingi oyga qoldirilishi mumkin. Qo'shimcha qilib o'tamiz, shu Vazirlar Mahkamasining 823-sonli qaroriga bilan tasdiqlangan nizomda 33-bandida demak, o'qituvchiga moddiy yordam ajratilishda kimlarga moddiy yordam ajratiladi? Qo'shimcha qilib o'tamiz. Pedagog xodim yoki bo'lmasa maktab xodimining, o'qituvchining o'zi, turmush o'rtog'i, otasi, onasi, farzandi og'ir kasallikka chalinsa yoki bo'lmasam tabiiy ofatdan zarar ko'rsa, tabiiy ofatda sel kelishi mumkin, yong'in bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam bir qandaydir kasallik, bu epidemiya bo'lishi mumkin. Tabiiy ofatdan zarar ko'rganda xodimlarga lavozim maoshini, o'qituvchilarga esa ta'rif stavkasining yil davomida 2 baravaridan ortiq bo'lmagan miqdorda moddiy yordam ajratiladi. Ko'proq tushunmaydigan, ko'p muammo bo'layotgan holatlar shundan iborat. Maktabning jamg'armasida belgilangan tartibda o'sha jamg'arma ma'lum bir qismi o'qituvchilarni ustamasi uchun ajratiladigan bo'lsa, bir qismi demak moddiy yordamga, bir qismi esa 1-oktyabrda ustozlar bayrami munosabati bilan mukofotlash uchun ajratiladi. 3 ga ajratilgan bo'lsa, o'sha bir qismida, demak, moddiy yordamga ajratilgan qismida fondda, jamg'armada pul bo'lmasa ham, o'sha direktorlar tomonidan ko'proq buyruq chiqarib, demak, moddiy yordam ajratilish holatlari yoki bo'lmasa moddiy yordamni ajratayotganda ko'p miqdorda yoki kam miqdorda ajratish holatlari uchrab turibdi. Buyruq chiqarib xodimiga moddiy yordam ajrataman deydi, lekin jamg'armada pul yo'q. Bunday holatda yuqorida aytib o'tganimizdek, ishchi guruh tomonidan har bitta ishni ko'rib chiqayotganda albatta o'sha jamg'armadagi pulga qarab xodimlarga teng taqsimlanishi kerak. Amaliyotda ko'proq uchrayotgan muammo jamg'armada yo'q bo'lgan summaga moddiy yordam ajratish holatlari uchrab turibdi. Ko'proq o'shanday muammolarga duch kelmoqda. Hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli ustozlar, maktab direktorlari, ustamani moddiy yordamni berishdan oldin ishchi guruh bilan yaxshi o'rganib chiqish kerak. Ajratilish kerakmi, yo'qmi degan savolni birinchi qo'yish kerak. Ajratiladigan bo'lsa, shu jamg'armadagi summaga bilan bog'liq tarzdagi moddiy yordam ajratsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan umum ta'lim muassasalarining maktablarda o'rganishlar o'tkazilganda ushbu qarorning nizomda ko'rsatilgan mezonlariga qat'iy amal qilmaganlik holatlari duch keldik. Bevosita aytib o'tadigan bo'lsak, misol uchun umum ta'lim muassasalarining ishchi guruhning qarori bilan belgilangan ustamalarda o'qituvchilarga nisbatan qo'yilgan ballar nomuvofiq kelib qolgan. 65 balldan 70 ballgacha tortadigan 10% ustama belgilangan bo'lsa, yo 30% ustama belgilangan bo'lsa, 30% ustamaga
belgilashga o'qituvchining yil davomida mana nizomda ko'rsatilgan talablari bo'yicha qilingan ishlar to'g'ri kelmagan. Shu boisdan ustamalar kamaytirish, ya'ni qayta to'lovga qaytarish shunday masalalar kelib chiqdi. Bu amaliyotda hozirgi kunda katta muammolardan biri bo'lib turibdi. Rahmat. Xo'sh, mazkur jarayonda qonun buzilish holatlari yuzaga kelgan taqdirda qanday javobgarlik choralari belgilangan? Shular haqida ham aytib o'tsalaringiz. Uchrab turibdi, tanish bilish deymizmi yoki bo'lmasam shu korrupsion holatlar bilan bog'liq holatlarda mezonlar bo'yicha baho qo'yiladigan, ball qo'yiladigan narsalar bo'lmasa ham ortiqcha ballar hisoblab, ortiqcha ball hisoblash evaziga ortiqcha o'sha ustamalar to'lanish holatlari uchrab turibdi. Bu bo'yicha Jinoyat kodeksining 167-moddasi bor. Davlat mulkini talon-taroj qilish degan o'sha modda bor. Bu bo'yicha jinoiy javobgarlik belgilangan. Shu sababli hurmatli maktab direktorlari, sizlar to'g'ridan-to'g'ri o'sha direktor jamg'armasidagi pullarga javobgar hisoblanasizlar. Bu aynan o'sha 823-qarorda o'sha bandlarda ko'rsatib o'tilgan. Ortiqcha to'lanadigan bo'lsa, bunday holatlar bo'yicha jinoiy javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Vazirlar Mahkamasining 823-sonli qarorda belgilab qo'yilgan 1-iyulga qadar maktab ishchi guruhlari tomonidan keyingi o'quv yiliga o'rnak ko'rsatgan o'qituvchilarga ustama tayinlash to'g'risida ishchi guruh tomonidan kuzatuv kengashi tomonidan ko'rib chiqib, ustamalarni belgilash kerak. O'shaning uchun biz kun mavzusini ko'tarib chiqdik. Ayrim holatlarda o'sha amaliyotda ko'proq uchrab turibdi. Bu sentyabr, oktyabr oylarida ko'rilmaydi. Shuning uchun hurmatli ustozlar, pedagoglar 1-iyulgacha bo'lgan davr mobaynida o'qituvchilarga tegishli tartibda ustama belgilash choralarini ko'rishlaringizni so'raymiz. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. O'ylaymizki, bizni tomosha qilib turgan ustoz pedagoglarimiz mazkur yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirish uchun sa'y-harakatlarni ko'rsatuvni tomosha qilganlaridan boshlashadi. Yuqorida aytib o'tganlaringizdek, muddat 1-iyulga qadar belgilangan va bu jarayonda ishlarni amalga oshirish kerak. Yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlar, savollarimizga javoblaringiz uchun, ko'rsatuvimizga ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, shu bilan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.